Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Myunxenda yashayotgan peshqadam vatanparvar Uyg'urlardan Nasriddin Husaynjon mushu oyning 8-kuni Myunxenda vafot bo'ldi. Nasriddin Husaynjon aka 1957 yili vatanimiz Sharq Turkistonning G'ulji shahrida dunyoga kelgan va 2001 yili vatan uchun vatandan ayrilib muhojiratga qadam qo'ygan edi. Nasriddin aka 2001 yili Germaniyaning Myunxenga yerlashgandan keyin izchil turda Sharq Turkiston davosiga ko'ngil bo'lib kelgan, har qachon Uyg'urlarning hurlik yo'lidagi kurashlardan bosh tortmagan va Germaniya Uyg'urlari ichida hurmatga sazovor kishi edi. Dünya Uyghur qurultiyi bu munosabat bilan Nasriddin Husaynjon oilasiga Allohdan sabr va g'ayrat tilash bilan birga Nasriddin akaga Allohdan rahmat va mag'firat tilaydi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishidagi Yaponiyani aylanib Uyg'ur irqi qirg'inchiligini tanishtirish faoliyati davom qilmoqda. Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2021 yili Yaponiyaning 47 nahiyasida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini tanishtirish faoliyati elib berish haqida plan tuzgan bo'lib, plan bo'yicha mushu oyning 14-kuni Yaponiyaning Nagoya shahrida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini tanishtirish faoliyati elib borgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati Nagoya shahrida elib borgan faoliyatga Dünya Uyg'ur qurultiyining Sharq Osiyo ishlariga mas'ul komitetining mudiri, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mamat va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Nagoyadagi a'zolari qatnashgan bo'lib, faoliyat jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolari Yapon xalqiga Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida leksiya so'zlash va tashviqot materiallari tarqitish qatorliq usullar bilan Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqi qirg'inchiligi va assimilyatsiya siyosatining mohiyatini tanishtirgan. Savut Mamat apandim stansimizning ziyoratini qabul qilib, bu faoliyat haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashib o'tdi. Dushanba kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati shu Nagoya degan bir tarixi uzun shaharda Uyg'ur milliy qirg'inchilikni anlatadigan bir kuch tashviqot faoliyati o'rinlashtirdik. Bu faoliyatda 300 taldek biz tayyorlagan material taqtildi. Faoliyat o'tkazishdan burun biz e'lon chiqargandik. Bizning e'lonimizni ko'rganmiz shu Nagoya degan shaharda turadigan a'zolarimizni ishga aylanib mush faoliyatda yordamda bo'lib berdi. Yo'lovchilar bekatga yaqin mush Nagoyaning shahrining eng chong bekati Nagoya degan bekatda faoliyat o'tkazdik. Yo'lovchilar bizningki nutqlarni anglab, qadimini to'xtatib nutqlarni anglaganlar bo'ldi. Biz taqatqa materiallarni oldi. Ba'zilar kelib bizga madad berib, chuqumsizlar, yangsizlar, utsizlar, g'albi sizlarga mansub. Xitoyninki hozir Uyg'ur qarta yurgizayotgan bu milliy qirg'inchilik siyosati qabul qilib bo'lmaydi. Majbur emgakmi Yaponiya bilan munosabatsiz emas. Majbur emgakni biz boykot qilmasak bo'lmaydi, qarshi turmasak bo'lmaydi deydigandek inkoslar keldi. Biz 2021 yili yozda shu Yaponiyaninki 47 rayon, yezqishloq rayonlari bor. Shu butun 47 yerga Uyg'ur davosini bir qatim anlatib chiqish bir plan tuzgandik. Shuning bilan chiq rayonlarga berib keldik. Bu da Nagoyaninki tugisa 47 shu rayondamdoq Nayaninki 46'sı berib bo'lgan bo'lamiz. Oxir bir seçib qoldi. 18-oyda bormoqchi. Shuning bilan Xudoyim bir 8-oyda Uyg'ur davosini mush Yaponiyaninki eng sharq tarafdan g'arb tarafgacha hamma yerga bir qatim anlatib chiqqan bo'lamiz. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlash va xalqaroning Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqatini burmalash maqsadida bir qism YouTuberlarning vatanimizga berib film ishlashiga yo'l qo'yayotgan bo'lib, yaqinda Gollandiyada yashaydigan bir turk YouTuberning vatanimiz Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bir necha yurish YouTube filmi e'lon qilingan. Bu filmda ko'rsatilishicha, Ali Nari ismli bu YouTuber Qashqarda sayohat qilish jarayonida juma kuni bir necha masjidga borgan bo'lsa-mu, masjidlarning taqoq ekanligini
qadimiy shahar Qashqarning O'stan bo'yi, Xon bozori, O'rda oldi qatorliq Uyg'urlarning me'morchiligi va Madinatining eng qo'yiq bo'lgan ko'chalarida do'kon va oshxonalarning viviskilarining butunlay xitoychilashtirib etilib, ko'chalarga xitoycha panuslarning esilganligini, burunlarda juma kunlari odam dengiziga aylanadigan Qashqarning bu qadim ko'chalarining odamsiz bir arvohlar ko'chalarga aylanib qolay degan holati ko'rsatib berilgandan boshqa, bu ko'chalarda Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlarini kiyib cho'gilab yurgan kishilarning ba'zilarining amaliyotda Xitoy ekanligini aytib bergan. Xitoy hukumati yaqinqi necha yildan beri mana bu shaklda chet ellik youtuberlarni setib olish, ularga Sharq Turkistonni sayohat qilish fursati va Xitoy tashviqotiga moslashsa iqtisodiy yordam berish, chet eldagi Uyg'urlarni tanlab tuqqan yo'qlashga chaqirish qatorliq usullar bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oqlashga uringan bo'lsa-mu, ammo ayni etek bilan yopqili bo'lmagandek dunyoning ko'zidan va axborotlardan yushirishga uringan haqiqatlari pash bo'lishga boshlagan. Siyasi analizchilarning qarashicha, mana shundaq irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan bugungi bir vaziyatda chet ellarga chiqib o'ltiraqlashgan Uyg'urlarning vatanga qaytib tuqqan yo'qlashi oddiy ma'nodagi tuqqan yo'qlash yoki vatanni ko'rib kelish emas, balki Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlarni yumshoq usulda yo'qotish planiga ovoz qo'shish, Xitoyning maqsadli holda chet eldagi Uyg'urlarni parchalash va Uyg'urlarning chet ellardagi milliy mavjudligiga og'ir tahdid paydo qilishdan iborat bo'lib, bu xil ahvolda chet eldagi Uyg'urlar Xitoyning assimilyatsiya qiltig'iga dastlashdan cho'qim ehtiyot qilish kerak ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərdə proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.